Moida surasi Madinada nozil qilingan 120 oyatdan iborat. Moida dasturxon demakdir. Surada islom mafkurasiga oid masalalar, shar'iy hukmlar, haj, umra, tahorat, nikoh, jinoyat, jazo, ichkilik, qimor hukmlari, payg'ambarlar qissasi va boshqa ma'lumotlar bayon etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey iymon keltirganlar, bitimlar, ahdlarga vafo qilingiz. Sizlar uchun chorva, xonaki hayvonlar go'shti halol qilindi. Sizlarga nomlari o'qilajak hayvonlar bundan mustasno. Ihrom, haj ibodatida bo'lganlaringizda ov qilishni halol deb sanamagaysiz. Albatta, Alloh iroda qilgan narsaga hukm qilur. Ey iymon keltirganlar, Allohning hajga doir shiorlarini, harom oy, haj oylarini, qurbonliklarni, ularga taqib qo'yilgan taqinchoqlarni, Parvardigorlarining fazli va roziligini topish niyati bilan Baytul Harom Ka'baga boruvchilarni ularga qarshilik qilishni halol deb hisoblamangiz. Halol qilingan holatga chiqqanlaringizda esa ov qilaveringiz. Sizlarni Masjidi Haromdan to'suvchi qavmning adovati tajovuz qilishingizga undamasin. Ezgulik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va adovat yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Albatta, Alloh azobi qattiq zotdir. O'limtik, qon, cho'chqa go'shti, Allohdan o'zganing nomi aytib so'yilgan, bo'g'ilib o'lgan, urib o'ldirilgan, yiqilib o'lgan, suzishdan o'lgan va yirtqich hayvon yegan hayvonlar sizlarga harom qilindi. Illo shar'an so'yganingiz haloldir. Yana but sanamlarga atab so'yilgan hayvonlar go'shti va fol cho'plaridan qismatingizni istashingiz ham harom qilindi. Bu ishingiz fosiqlikdir. Bugunga kelib, endi kofirlar diningiz mag'lubiyatidan noumid bo'ldilar. Shuning uchun ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Ana endi bugun diningizni kamoliga yetkazdim, ne'matimni tamomila berdim va sizlar uchun islomni din bo'lishiga rozi bo'ldim. Kimki gunohga moyilligidan emas, balki ocharchilikda mazkur man etilgan narsalardan yeyishga majbur bo'lsa, albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Sizdan o'zlariga halol qilingan narsalar haqida so'raydilar. Ayting, sizlarga pokiza narsalar va Alloh sizlarga bildirganidan sizlar o'rgatgan yirtqichlar halol qilindi. Bas, ular sizlar uchun tutgan ovlaridan bismillohni aytib yeyaveringiz va Allohdan qo'rqingiz. Zero Alloh hisob kitobni tez qiluvchi zotdir.
bugun sizlar uchun pokiza narsalar halol qilindi. Shuningdek, ahli kitoblarning taomi sizlar uchun halol va taomingiz ular uchun haloldir. Zinokorlik va maxfiy o'ynash qilib olish uchun emas, balki mahrlarini bersangiz, mo'mina ayollarning iffatlilari va sizlardan oldin kitob berilganlarning iffatli ayollari ham haloldir. Kimki iymondan kufrga qaytsa, qilgan savobli ishi albatta zoye bo'lur va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardandir. Ey iymon keltirganlar, namoz o'qishga turar ekansiz, albatta yuzlaringizni, qo'llaringizni tirsaklaringizgacha yuvingiz. Boshlaringizga mask tortingiz va oyoqlaringizni to'piqlarigacha yuvingiz. Agar junub bo'lsangiz, obdon poklaringiz, cho'milingiz. Agar bemor yoki safarda bo'lsangiz, yoki sizlardan biror kishi hojatxonadan chiqib kelsa, yoxud xotinlaringiz bilan surkalishgan, qovushgan bo'lsangiz-u, lekin suv topmasangiz, pok tuproqqa tayammum qilib, undan yuzlaringiz va qo'llaringizga surting. Alloh sizlarga biror qiyinchilik paydo qilishni ravo ko'rmaydi. Aksincha, sizlarni poklash va ne'matlarini sizlarga mukammal berishni xohlaydi. Zora shukr qilsangiz. Allohning sizlarga bergan ne'matini va eshitdik va bo'yin sundik deb bitishgan ahdingizni eslatgiz. Allohdan qo'rqingiz. Albatta Alloh ko'ngillar zoti sirini biluvchidir. Ey iymon keltirganlar, Alloh uchun to'g'rilikda sobit turuvchi, odillik bilan guvohlik beruvchi bo'lingiz. Biror qavm kishilarini yoqtirmaslik sizlarni ularga nisbatan adolatsizlik qilishga undamasin. Adolatli bo'lingiz, zero u adolat taqvoga yaqinroqdir. Allohdan qo'rqingiz, albatta Alloh ishlaringizdan xabardordir. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga Alloh mag'firat, kechirim va ulkan mukofot va'da qildi. Kufrga ketgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar esa ana o'shalar jahim, do'zax ahlidir. Ey iymon keltirganlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini eslangiz. Bir qavm kishilari sizlarga qo'l ko'tarish, hujum qilishni niyat qilganida qo'llarini sizlardan qaytargan edi. Allohdan qo'rqingiz. Mo'minlar faqat Allohga tavakkul qilsinlar. Alloh Isroil avlodidan ahd oldi va biz ulardan 12 yo'lboshchini tanlab yubordik. So'ngra Alloh dedim: Dar haqiqat men sizlar bilan birgaman. Agarda namozni barkamol ado etsangiz, zakot bersangiz, payg'ambarlarimga iymon keltirsangiz va ularni sharaflab madad bersangiz, hamda savobli ishlar qilib Allohga chiroyli qarz bersangiz, albatta gunohlaringizni kechaman va ostidan anhorlar oqadigan bog'lar jannatga kiridurman. Shundan keyin ham sizlardan kimki kufrga ketsa, to'g'ri yo'ldan beshak ozgan bo'lur. O'z ahdlarini buzganlari sababli ularni la'natladik
va qalblarini beshafqat mehrsiz qilib qo'ydik. So'zlarning o'rinlarini o'zgartiradilar. Ularga eslatilgan narsadan bir katta qismini unutdilar. Mana ulardan bir qismigina mustasno. Qolganlari xiyonat qilayotganini mudom kuzatayapsiz. Ularni af eting va kechiring. Albatta Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi. Biz nasroniylarmiz deganlardan ham ahdlarini oldik. Ularga eslatilgan narsadan katta bir qismini unutdilar. Shundan keyin ularning o'rtalarida qiyomat kunigacha adovat va nafrat qo'zg'atdik. Keyin Alloh ularni o'z qilmishlaridan xabardor qilajak. Ey ahli kitoblar, sizlarga rasulimiz Muhammad kelib, kitobdagi ko'pgina siz yashirgan oyatlarni sizlarga bayon qilmoqda va xatolaringizning aksariyatini af etmoqda. Allohdan sizlarga nur va ravshan kitob keldiki, u bilan Alloh rizosini topishga intilganlarni u tinchlik va salomatlik yo'llariga yo'llab, o'z izni bilan ularni zulmatlardan nurga chiqarur va to'g'ri yo'lga hidoyat qilur. Alloh Maryamning o'g'li Masih deganlar kufrga ketdilar. Ayting, agar Alloh Maryamning o'g'li Masihni, uning onasini va yerdagi hamma odamlarni halok etishni iroda qilsa, kim ham biror narsaga qodir bo'lar edi? Osmonlar, yer va ular o'rtasidagi borliq ustidan hukmronlik faqatgina Allohga tegishlidir. Xohlagan narsani yaratadi. Alloh har narsaga qodirdir. Yahudiylar va nasroniylar biz Allohning o'g'illari va habiblarimiz deydilar. Ayting, unday bo'lsa, nega gunohlaringiz tufayli sizlarni azoblaydi? Yo'q, sizlar ham u yaratgan odamlardansiz. Xohlagan bandasini kechiradi, xohlaganini azoblaydi. Osmonlar, yer va ular o'rtasidagi borliq ustidan hukmronlik Allohgagina tegishlidir va qaytish ham faqat uning huzurigadir. Ey ahli kitoblar, sizlarning bizlarga na bashoratchi va na ogohlantiruvchi payg'ambar kelmadi deganingiz uchun sizlarga rasulimiz oldingi payg'ambarlardan bir muddat o'tgach bayon etuvchi bo'lib keldi. Mana sizlarga bashoratchi ham, ogohlantiruvchi ham keldi. Alloh har narsaga qodir zotdir. Musa o'z qavmiga aytganini eslang. Ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'mati, ichingizdan payg'ambar chiqargani, sizlarni ba'zilaringizni podshoh qilgani va olamlardan hech bir kimsaga bermaganini sizlarga ato etganini eslangiz. Ey qavmim, Alloh sizlar uchun bitib yozib qo'ygan muqaddas yer Baytul Maqdisga kiringiz va ortingizga qaytib ketmangizki, ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz. Aytdilar: Ey Musa, u yerda bahaybat zolim qavm bor. Ular u yerdan chiqmagunlarigacha biz u yerga sira kirmaymiz. Agar u yerdan chiqsalargina biz kiruvchilardirmiz.
12 yo'lboshchi ichidan Allohdan qo'rqadigan va Allohning in'omiga sazovor bo'lganlaridan 2 kishi shunday dedi: ular ustiga shaharga darvozadan kiringiz. Unga kirib olishingiz bilan sizlar g'olib bo'lasiz. Agar mo'min bo'lsangiz, Allohga tavakkul qilingiz. Aytdilar: ey Musa, modomiki ular u yerda ekanlar, biz sira u yerga kirmagaymiz. Sen o'zing va Rabbing borib ular bilan jang qilaveringiz. Biz esa shu yerda o'tiruvchilarmiz. Musa aytdi: ey Rabbim, men faqat o'zim va birodarim Harunga egalik qilurman. Bas, bizni u fosiqlar qavmidan o'zing ajrim qilgin. Alloh dedi: albatta, u Baytul Maqdis endi ular uchun 40 yilga kirishi taqiqlangandir. Yer yuzi bo'ylab sarsonlikda yuradilar. Sen bu kabi fosiqlar qavmi uchun qayg'urma. Ularga Odamning 2 o'g'li Qobil va Hobil haqidagi xabarni haqiqati bilan o'qib bering. Ikkisi qurbonlik qilganlarida biridan qabul qilindi, unisidan esa qabul qilinmadi. Qurbonligi qabul bo'lmagan Qobil ukasi Hobilga seni albatta o'ldirajakman dedi. Hobil esa qurbonlikni Alloh aslida taqvoli kishilardan qabul qilur. Agar meni o'ldirish uchun qo'lingni men tomonga cho'zsang, men seni o'ldirish uchun sen tomonga qo'limni cho'zuvchi emasman. Axir men olamlar Rabbi Allohdan qo'rqaman. Men o'zimning gunohimni ham, o'z gunohingni ham zimmangga olib ketishingni va do'zax ahlidan bo'lishingni xohlayman. Zolimlarning jazosi shudir dedi. Uning havoyi nafsi birodarini o'ldirishni xush ko'rsatdi va darhol uni o'ldirdi. Shu bilan u ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qoldi. Shundan so'ng Alloh unga birodari murdasini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun yerni kavlovchi bir qarg'ani yubordi. Holimga voy, nahot shu qarg'achalik bo'lishdan ojiz bo'lsam, men ham birodarim jasadini tuproqqa ko'ma qolay dedi. Shunday qilib, u pushaymon qiluvchilardan bo'lib qoldi. Ana o'sha ilk qotillik tufayli Isroil avlodiga shunday hukmni bitib qo'ydik. Biror jonni o'ldirmagan yoki yerda buzg'unchilik va qaroqchilik kabi fasod ishlarini qilmagan insonni o'ldirgan odam xuddi hamma odamlarni o'ldirgan kabidir. Unga hayot baxsh etgan, o'limdan qutqarib qolgan odam esa barcha odamlarni tiriltirgan kabidir. Ularga rasullarimiz ilohiy hujjatlarni keltirganlar. So'ngra ularning ko'pchiligi o'shandan keyin ham yerda isrof qiluvchilardir. Dar haqiqat, Alloh va uning payg'ambariga qarshi jang qiladigan va yer yuzida buzg'unchilik qilib yuruvchilarning jazosi o'ldirilish yo chormixlanish yoki oyoq qo'llarining qarama-qarshi tomondan kesilishi yoxud yerdan vatandan quvg'in qilinishdir. Ana shu jazo ular uchun bu dunyoda sharmandalik
va oxiratda ular uchun ulkan azob ham bordir. Ammo sizlar ular ustidan qodir bo'lishingiz, qo'lga tushirishlaringizdan oldin tavba qilganlar bundan mustasno. Bilib qo'yingizki, Alloh kechirimli va rahimli zotdir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va unga yaqinlashtiruvchi savobli ishlardan vasila vosita izlangiz, hamda uning yo'li toatida jiddu jahd qilingiz, toki oxiratda najot topgaysiz. Dar haqiqat kufrda bo'lganlar qiyomat kunining azobidan to'lab qutulish uchun mabodo yer yuzidagi hamma narsaning 2 barobariga ega bo'lganlarida ham ulardan qabul qilinmagay. Ular uchun alamli azob tayyorlab qo'yilgandir. Do'zaxdan chiqishni istaydilar. Holbuki ular undan chiquvchi emaslar. Ularga muqim abadiy azob belgilangandir. O'g'ri erkak va o'g'ri ayolning qilmishlariga yarasha jazo va Allohdan berilgan azob sifatida qo'llarini kesingiz. Alloh qudrat va hikmat egasidir. Kimki bu zulmidan keyin tavba qilsa va o'zini tuzatsa, albatta Alloh uning tavbasini qabul etadi. Albatta Alloh mag'firatli va marhamatli zotdir. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xos ekani, binobarin xohlagan kishini azoblab, xohlagan kishini kechirishini bilmadingizmi? Dar haqiqat Alloh hamma narsaga qodirdir. Ey Rasul, og'izlari bilan iymon keltirdik deydigan, lekin dillari iymon keltirmaganlar va yahudiylardan bir qismi kufr sari intilayotganlari sizni xafa qilmasin. Ular yolg'on to'qish uchun sizning gaplaringizni eshitib oluvchi va huzuringizga kelmagan o'z o'rinlariga qo'yilgan so'zlarni keyin o'zgartiradigan boshqa qavm yahudiylar uchun gaplaringizni eshitib oluvchilardir. Aytadilar: agar shu o'zgartirilgan hukm sizlarga berilsa, qabul qilib olingiz. Bordi-yu berilmasa, saqlaningiz. Kimniki Alloh fitnada sinashni istasa, siz uning uchun Allohdan hech narsaga ega bo'la olmaysiz. Ana o'shalarning qalblarini poklashni Alloh iroda qilmagan. Ular uchun bu dunyoda sharmsorlik va ular uchun oxiratda ulkan azob muqarrardir. Ular yolg'on to'qish uchun sizga quloq soladigan va haromni, porani yeydiganlardir. Agar sizga hukm so'rab kelsalar, o'rtalarida hukm chiqaring yoki ulardan voz keching. Agar ulardan voz kechsangiz ham sizga sira zarar yetkazmaydilar. Agar hukm qilsangiz, o'rtalarida adolat bilan hukm qiling. Albatta Alloh odillarni sevadi. O'zlarida Tavrot va unda Allohning hukmi bo'la turib, nechuk sizni hukm chiqarishga undaydilar va so'ngra yuz o'giradilar, hukmingizga amal qilmaydilar. Ana o'shalar sizga va Tavrotga
aslo iymon keltiruvchi emaslar. Darvoqe, biz ularga Tavrotni nozil qildik. Undagi hidoyat va nur bilan itoatkor nabiylar, zohidlar va ulamolar yahudiy bo'lganlarga Allohning kitobidan yod oldirilgan bilimlariga binoan hukm bayon eturlar. O'zlari bunga guvohdirlar. Bas, ey hukm chiqaruvchilar, odamlardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz va mening oyatlarimni ozgina bahoga almashtirmangiz. Alloh nozil qilgan narsa oyatlar bilan hukm qilmaganlar, ana o'shalar kofirlardir. Biz unda Tavrotda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va jarohatlarga qasos olinur deb bitib qo'ydik. Kimki u qasosni sadaqa qilib kechib yuborsa, u gunohlariga kafforatdir. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar zolimlardir. Ularning izlaridan Iso ibn Maryamni o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda izdosh qilib yubordik va unga Injilni ichida hidoyat va nuri bilan o'zidan oldingi tushirilgan Tavrotni tasdiq etuvchi holda taqvodorlar uchun hidoyat va nasihat manbai qilib berdik. Injil ahli undagi Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qilsinlar. Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qilmaydiganlar ana o'shalar fosiqlardir. Sizga esa ey Muhammad, o'zidan oldingi kitoblarni tasdiq etuvchi va u kitoblarni muvofiqlashtiruvchi sifatida kitob Qur'onni haqiqatan nozil qildik. Bas, ular o'rtasida Alloh nozil etgan oyatlar bilan hukm qiling. Sizga kelgan haqiqatdan chetlab, ularning havoyi fikrlariga ergasha ko'rmang. Sizlardan har bir ummat uchun alohida shariat va yo'l tayin qilib qo'ydik. Agar Alloh xohlasa edi, sizlarni bir ummat, bir xil shariatda qilib qo'ygan bo'lar edi. Lekin o'zi bergan narsa shariatlarda sizlarni sinash uchun bir xil qilmadi. Bas, xayrli, savobli ishlarda bir-biringizdan o'zishga oshiqingiz. Hammangizning qaytadigan joyingiz Allohning huzuridir. O'shanda u sizlarga kelisha olmay yurgan narsalaringizning xabarini berajak. Ular o'rtasida Alloh nozil etgan narsa oyatlar bilan hukm qiling. Ularning havoyi fikrlariga ergashmang va Alloh sizga nozil qilgan hukmlarining ba'zilaridan sizni chalg'itishlaridan ehtiyot bo'ling. Agar yuz o'girsalar, bilingki Alloh ularga ba'zi gunohlari tufayli musibat yetkazishni istaydi. Albatta, odamlarning ko'pchiligi fosiq, itoatsizdirlar. Johiliyat davri hukmini qo'msayaptilarmi? Chindan ishonuvchi kishilar uchun Allohdan ko'ra kim hukmda chiroyliroq ekan? Ey iymon keltirganlar, yahudiylar va nasroniylar bilan do'st tutinmangiz.
ularning ba'zilari bilan do'stdirlar. Sizlardan kimki ular bilan do'st tutunsa, u albatta ulardan bo'lib qolur. Albatta Alloh zolimlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay. Dillarida kasallik bor kimsalar bizga biror ofat yetib qolishidan qo'rqamiz deb ular tomon intilayotganini ko'rasiz. Axir Alloh musulmonlarga g'alaba ato etib yoki o'z huzuridan biror buyruq berib qolsa, ichlarida sir tutgan narsalariga pushaymon bo'luvchilarga aylanib qolishlari mumkin-ku. Ana o'shanda iymon keltirganlar sizlar bilan birgamiz deya zo'r berib qasam ichganlar ana shularmi degaylar. Ularning savobli ishlari yelga ketdi. Natijada ziyon ko'ruvchilarga aylanib qoldilar. Ey iymon keltirganlar, sizlardan kimki dinidan qaytsa, Alloh shunday bir qavmni keltirurki, ularni Alloh sevadigan va ular ham uni sevadigan, mo'minlarga nisbatan kamtar, kofirlardan esa o'zlarini yuqori tutuvchi, Allohning toati yo'lida jiddu jahd qiluvchi, malomatchining malomatidan qo'rqmaydigan bo'lurlar. Bu Allohning fazlidirki, uni o'zi xohlagan bandalariga berur. Alloh karami keng, dono zotdir. Darvoqe, sizlarning do'stingiz faqat Alloh, uning rasuli va iymon keltirganlar hamda namoz o'qiydigan va ruku qilgan hollarida ham zakot, sadaqa beruvchilardir. Kimki Allohni, rasulni va iymon keltirganlarni do'st tutsa, albatta Allohning bu hizbi chinakam g'oliblardir. Ey iymon keltirganlar, sizlardan oldin kitob berilganlardan diningizni mazax va o'yin qilib olganlar hamda kofirlar bilan do'st tutunmangiz. Mo'min bo'lsangiz, Allohdan qo'rqingiz. Ular namozga azon aytsangiz, uni namozni yoki azonni mazax va o'yin qilib oladilar. Bu ularning aqlsiz qavm ekanidan dalolatdir. Ayting, ey ahli kitoblar, Allohga, bizga nozil qilingan Qur'onga va oldin nozil qilingan kitoblarga iymon keltirganimiz, sizlarning aksariyatingiz esa fosiq, itoatsiz bo'lganingiz tufayli bizdan intiqom olmoqchimisiz? Ayting, Alloh nazdida bundan ham yomonroq savob, jazo oluvchilar to'g'risida sizlarni xabardor qilaymi? Ular Alloh la'natlagan, g'azab qilgan, ulardan ba'zilarini maymun va cho'chqalarga aylantirgan hamda shaytonga ibodat qilganlardir. Ana o'shalar makoni yomon va to'g'ri yo'ldan ko'proq adashgan kimsalardir. Huzuringizga kelganlarida iymon keltirdik deyishadi. Vaholanki kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketadilar. Alloh ular yashirib yurgan narsa, munofiqliklarini yaxshi biluvchidir. Ularning aksariyati gunoh, adovat va haromxo'rlik sari sur'at bilan intilayotganlarini ko'rasiz. Qilayotgan ishlari o'ta yomon ishdir. Ruhoniy va olimlari ularni gunoh gaplari,
va haromxo'rliklaridan qaytarsalar bo'lmaydimi? Qilayotgan sir sinoatlari juda yomondir. Yahudiylar Allohning qo'li bog'liq, baxil dedilar. O'zlarining qo'llari bog'lanur va bu gaplari sababli la'natlanurlar. Aslida Allohning ikki qo'li ochiq. Qanday xohlasa shunday ehson qilaveradi. Sizga Rabbingizdan nozil etilgan narsa Qur'on ulardan ko'plarining gumrohligi va kufrini orttirdi xolos. Ularning oralariga to qiyomat kunigacha davom etadigan adovat va nafrat solib qo'ydik. Urush olovini yoqishlari bilan uni darhol Alloh o'chirib turadi. Yana ular yer yuzida fasod ishlarni qilishga harakat qiladilar. Alloh esa buzg'unchilarni yaxshi ko'rmaydi. Agar ahli kitoblar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, albatta ularning gunohlarini kechirgan va jannatdagi so'lim bog'larga kiritgan bo'lar edik. Agar ular Tavrot, Injil va Parvardigorlari tomonidan ularga nozil qilingan narsa Qur'onga rioya qilishganida, tepalaridan ma'naviy, oyoqlari ostidan moddiy ta'minlangan bo'lar edilar. Darvoqe, ular ichida mo'tadil iymonli toifa ham bor. Lekin ulardan ko'pchiligining qilayotgan ishlari o'ta yomondir. Ey Rasul, Rabbingizdan sizga nozil qilingan narsa, oyatlarni odamlarga yetkazing. Agar buni qilmasangiz, uning risolasi, topshirig'ini yetkazmagan bo'lursiz. Alloh sizni odamlar zararidan saqlagay. Albatta, Alloh kofirlar qavmini hidoyat sari yo'llamagay. Ayting, ey ahli kitoblar, toki Tavrot, Injil va Rabbingiz tomonidan sizlarga nozil qilingan narsalarni barpo etmaguningizgacha hech bir narsa dinda muqim emassizlar. Sizga Rabbingiz tomonidan nozil qilingan narsa Qur'on ularning ko'plarida faqat haddan oshish va kufrnigina orttirayotir. Bas kofirlar qavmiga nisbatan taassufda bo'lmang. Albatta iymon keltirganlar, shuningdek yahudiy bo'lganlar, sobiylar, farishtalarga sig'inuvchilar va nasroniylardan Alloh va oxirgi kunga iymon keltirib savobli ishlarni qilganlari uchun oxiratda xavf yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar. Isroil avlodining ahdlarini oldik va ularga payg'ambarlar yubordik. Har gal payg'ambar ularga havoyi nafslari xush ko'rmaydigan narsa, hukmni keltirganida bir qismini yolg'onchiga chiqarib, boshqa bir qismini esa qatl qiladilar. Yana ularga hech qanday fitna, jazo yetmaydi deb hisoblaydilar va oqibatda ko'r va kar bo'lib qoldilar. So'ngra Alloh ularni kechirgandan keyin ham ko'plari yana ko'r va kar bo'lib oldilar. Alloh esa ular qilayotgan ishlarni ko'rib turuvchidir. Alloh bu Masih ibn Maryam deganlar kofir bo'ldilar. Masih ularga dedi: Ey Isroil avlodi,
Rabbim va Rabbingiz bo'lmish Allohga ibodat qilingiz. Kimki Allohga shirk keltirsa, albatta unga Alloh jannatni harom qilur va borar joyi do'zaxdir. Zolimlarga esa yordamchilar bo'lmas. Alloh uchtaning, Alloh Maryam va Isoning yoki ota, o'g'il va muqaddas ruhning biridir deganlar ham kofir bo'ldilar. Yagona ilohdan boshqa iloh yo'qdir. Agar aytayotgan gaplaridan qaytmasalar, ular orasidan kofir bo'lganlariga oxiratda alamli azob yetishi muqarrardir. Allohga tavba qilib, undan kechirim so'ramaydilarmi? Axir Alloh kechirimli va rahimli zot-ku. Masih ibn Maryam faqat rasul, Allohning elchisidir. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Onasi Siddiqa iymonda sodiq ayoldir. Ikkisi ham boshqa insonlar kabi taom yer edilar. Qarang, ularga hujjatlarni qanday aniq bayon etayapmiz. So'ngra qarang, ular haq yo'ldan qayoqqa qarab og'ayaptilar. Ayting, Alloh qolib sizlarga na zarar va na foyda keltirishga ega bo'lmagan narsalarga ibodat qilasizmi? Alloh u eshituvchi va biluvchi zotdir. Ayting, ey ahli kitoblar, diningizda haddan oshmangiz va oldindan adashgan va ko'plarni adashtirgan hamda to'g'ri yo'ldan chalg'iganlarning havoyi nafslariga ergashmangiz. Isroil avlodidan kofir bo'lganlar Dovud va Iso ibn Maryam tili bilan la'natlandilar. Bunga itoatsizliklari va tajovuzkor bo'lishlari sabab. Yana ular qilib yurgan munkar, noshar'iy ishlardan bir-birlarini qaytarmas edilar. Qilib yurgan ishlari naqadar yomon. Ularning aksariyatini kofirlar bilan do'stlashganini ko'rasiz. Nafslari ularga orttirgan narsa shunchalik yomon bo'ldiki, ularga nisbatan Allohning g'azabini keltirdi. Ular shu azobda abadiy qoluvchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va unga nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan bo'lganlarida, o'shalarni o'zlariga homiy qilib olmagan bo'lar edilar. Lekin ularning ko'pchiligi fosiqlardir. Iymon keltirganlarga nisbatan eng ashaddiy adovatda bo'luvchilar yahudiylar va shirk keltirganlar ekanini ko'rasiz. Iymon keltirganlarga nisbatan do'stlikda yaqinroqlar biz nasroniylarmiz deganlar ekanini ham ko'rasiz. Buning sababi ular nasroniylar ichida ruhoniy va rohiblarning borligi va ularning kibrga berilmasligidir. Rasul Muhammadga nozil qilingan narsa Qur'onni eshitganlarida, uning haqligini anglaganlaridan ko'zlari yoshga to'layotganini ko'rasiz. Aytadilar: Ey Rabbimiz,
biz Muhammadga iymon keltirdik, bizni shahodat ahli bilan birga yozgin. Allohga va bizga kelgan haq payg'ambarga qanday ham iymon keltirmaylikki, o'zimiz Rabbimizdan solihlarga qo'shib jannatga kiritishini umid qilayotgan bo'lsak. Aytgan shu gaplari tufayli Alloh ularni ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bilan mukofotlagan va u yerda abadiy qolurlar. Bu chiroyli ish qiluvchilarning mukofotidir. Kofir bo'lganlar va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar, ana o'shalar do'zax ahlidirlar. Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh halol qilib qo'ygan narsalarni haromga chiqarmangiz va haddan oshmangiz. Zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalarning halol va poklarini tanovul qilingiz va o'zlaringiz iymon keltirgan Allohdan qo'rqingiz. Qasamlaringizdagi behuda so'zlar uchun Alloh sizlarni javobgar qilmaydi. Balki sidqi dildan bog'langan qasamlar buzilgani uchun sizlarni javobgarlikka tortadi. Buning kafforati, jarimasi oilangizni oziqlantirish uchun lozim taomlarning o'rtacha miqdorida 10 ta miskinga taom berish yoki ularning kiyimlari yoxud bir qulni ozod qilishdir. Kimki bularni topa olmasa, 3 kun roza tutishi mumkin. Ana shu ichgan va buzgan qasamlaringizning kafforatidir. Qasamlaringizni asrangiz. Alloh sizlarga o'z oyatlarini shunday bayon qiladi, toki shukr qilgaysiz. Ey iymon keltirganlar, albatta may mast qiluvchi ichimliklar, qimor, but sanamlar va fol ochadigan cho'plar shaytonning ishidan iborat ifloslikdirki, undan chetlaningiz. Shoyat shunda najot topsangiz. Shayton may bilan qimor yordamida o'rtalaringizga adovat va nafrat solishni va sizlarni Allohning zikri hamda namozdan qaytarishni xohlaydi. Bas, endi sizlar may ichishdan tiyiluvchimisiz? Allohga itoat qilingiz va rasuliga itoat qilingiz hamda man etilgan narsalardan saqlaningiz. Agar bosh tortsangiz, bilib qo'yingizki, rasulimiz zimmasiga faqatgina aniq yetkazib qo'yishlik yuklatilgandir. Iymon keltirgan va savobli ishlarni qilganlar uchun agar shirkdan saqlanib, iymonda va savobli ishlarda davom etsalar, so'ngra may va qimordan saqlanib, haromni harom deb iymon keltirsalar, so'ngra barcha harom va shubhalardan saqlanib, odamlarga ezgulik qilsalar, oldin yeb ichgan harom narsalarida gunoh yo'qdir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi. Ey iymon keltirganlar, Alloh o'zidan g'oyibona qo'rqadiganlarni bilish uchun sizlarni ehromdagi hollaringizda qo'llaringiz va nayzalaringiz yetganicha olinadigan narsa bilan ovda sinaydi. Shundan keyin kimki haddan oshsa, unga alamli azob bordir. Ey iymon keltirganlar, ehromda bo'la turib
ovni o'ldirmangiz. Sizlardan kimki uni qasddan o'ldirsa, jazosi xuddi xonaki hayvon o'ldirish bilan barobar jazodir. U ham bo'lsa Ka'baga yurib bora oladigan qurbonlik bo'lib, unga o'zlaringizdan 2 adolatli kishi hakamlik qilur yoki jazosi kafforat, miskinlarni ovqatlantirish yoki o'sha barobarida roza tutishdir. Bularning hammasi qilmishining uvolini totib ko'rishi uchundir. Alloh o'tgan ov jinoyatlarini kechirdi. Kimki yana ovga qaytsa, Alloh undan o'ch olur. Alloh qudratli va intiqom egasidir. O'zingiz va sayyoh o'tkinchilar foydalanishi uchun sizlarga dengiz ovi va taomi, baliqlari halol qilindi. Biroq modomiki ehromda ekansiz, sizlarga quruqlik ovi harom qilindi. Huzuriga qaytishlaringiz aniq bo'lgan Allohdan qo'rqingiz. Ka'ba, ya'ni Baytul Haromni, shuningdek hurmatli oyni, qurbonlikni va unga doir belgilarni Alloh odamlar uchun muhim maqom qilib qo'ydi. Bu Allohning osmonlar va yerdagi narsalarni bilishi va Alloh har narsada bilimdon ekanini bilib qo'yishingiz uchundir. Yana bilib qo'yingizki, Allohning jazosi qattiq hamda Alloh kechirimli va rahimli hamdir. Rasul zimmasiga faqat Alloh buyruqlarini odamlarga yetkazib qo'yish yuklatilgandir. Alloh oshkor qilgan narsalaringizni ham, yashirgan narsalaringizni ham bilur. Ayting, garchi nopok narsaning ko'pligi seni ajablantirsa ham, nopok narsa pok narsa bilan teng bo'lmaydi. Allohdan qo'rqingizlar ey aql egalari. Shoyat oxiratda najot topursiz. Ey iymon keltirganlar, sizlarga javobi ayon qilinsa, sizlarga xush kelmaydigan narsalar haqida so'ramangiz. Qur'on oyatlari nozil bo'lib turgan kezlarda ular haqida so'rasangiz, javobi albatta ayon qilinadi. Ularni oldingi so'raganlaringizni Alloh kechirdi. Alloh kechirimli va halimdir. U narsalar haqida sizlardan oldingi qavm ham so'ragan edi. So'ngra o'sha narsalarga nisbatan kofir bo'lib qolgan edilar. Alloh na bahira, na soiba, na vasila va na homiy kabi odatlarni qilishga amr qilmagan. Lekin kufrdagi kishilar Alloh nomidan yolg'on to'qiydilar va ularning aksariyati aqllarini ishlatmaydilar. Ularga Alloh nozil qilgan narsa Qur'on va Rasul hukmiga kelingiz, ularga havola qilingiz deyilsa, ular ota-bobolarimizni qaysi narsa odat uzra topgan bo'lsak, o'sha bizga kifoya deyishadi. Agar ota-bobolari biror haq narsani bilmaydigan va to'g'ri yo'ldan yurmaydigan bo'lsalarchi? Ey iymon keltirganlar, o'zingizga qarangiz. Modomiki hidoyat topgan ekansiz, adashganlarning sizlarga zarari yo'q. Qaytar joyingiz Allohning huzuridir. O'shanda Alloh sizlarni qilgan ishlaringizdan xabardor qilur.
ey iymon keltirganlar, birontangizga o'lim kelganda vasiyat paytida o'rtalaringizdagi guvohlik o'zlaringizdan musulmonlardan ikkita odil kishi bo'lsin. Yer yuzi bo'ylab safarda bo'lganingizda sizlarga o'lim musibati yetsa, boshqa ajnabiylardan ikkitasi guvoh bo'lsin. Ularni namozdan keyin ushlab turasiz va shubhalansangiz, ular Alloh nomi bilan qasamyod qiladilarki, agar qarindosh bo'lsa ham uni qasamni ozgina bahoga almashtirmaymiz va Allohning bu guvohligini yashirmaymiz. Aks holda beshak gunohkorlardan bo'lib qolurmiz deb. Agar u ikkisining gunoh, noto'g'ri guvohlik sodir etganlari fosh bo'lib qolsa, ularning o'rinlariga merosga haqlilardan boshqa ikkita munosibroq kishi guvohlikka o'tsin. Ular ham Alloh nomi bilan qasamyod qiladilarki, bizning guvohligimiz albatta u ikkisining guvohligidan loyiqroqdir va adolatdan tajovuz qilmaymiz. Aks holda biz albatta zolimlardan bo'lib qolurmiz deb. Ana shu guvohlikni o'z yo'li bo'yicha xiyonatsiz berishlariga yoki qasamlardan keyin yana qayta qasam ichilishdan qo'rqishlariga yaqinroq tadbirdir. Allohdan qo'rqingiz va qabul qulog'i bilan eshitingiz, Alloh fosiqlar qavmini hidoyat qilmagay. Alloh oxiratda payg'ambarlarni yig'ib, ummatingizdan qanday javob oldingiz deb so'raydigan kuni, ular bizda ilm yo'q, faqat sen o'zing g'oyib narsalarning allomasidirsan deydilar. Eslang, Alloh ey Iso ibn Maryam, senga va onangga bergan ne'matimni yodingga ol. Qayski seni Ruhul Qudus Jabroil bilan quvvatladim. Odamlarga beshikda va voyaga yetganingda gapirding. Senga yozuvni, hikmatni, Tavrot va Injilni ta'lim berdim. Mening iznim bilan loydan qush shaklini yasading. So'ngra unga dam urganingda, u mening iznim bilan chinakam tirik qushga aylandi. Mening iznim bilan ko'r va pesni tuzatding. Mening iznim bilan o'liklarni qabrlaridan tirik holda chiqarding. Shuningdek, Isroil avlodiga hujjatlarni keltirganingda, seni ular g'azabidan asraganimni esla. Ularning kofirlari bu aniq sehrdan boshqa narsa emas degan edilar. Havoriylarga menga va rasulim Isoga iymon keltiringiz deb vahiy yuborganimda, ular iymon keltirdik. Bizning ixlosli mo'min ekanligimizga o'zing guvoh bo'l deganlarini ham yodingizga keltiring. Havoriylar, ey Iso ibn Maryam, Rabbing bizga osmondan bir dasturxon nozil qila oladimi deganlarida, Iso, agar mo'min bo'lsangiz Allohdan qo'rqingiz deganini ham eslang. Ular dedilar, biz undan ziyofatdan yeb, ko'nglimiz xotirjam bo'lishini va sening rozgo'yligingni bilib, so'ngra unga dasturxonga guvohlik berishni istaymiz. Iso ibn Maryam dedi, ey Rabbimiz Alloh,
bizga osmondan bir dasturxon tushirginki, u avval u oxirimiz uchun bayram hamda sendan bizga mo'jiza bo'lsin. Bizni undan rizqlantir, sen rizqlantiruvchilarning yaxshisidirsan. Alloh dedi: Men uni sizlarga tushiruvchiman, lekin kimki shundan keyin ham kufrga ketsa, uni shu qadar azoblaymanki, butun olamda hech kimni unday azoblamagan bo'lurman. Alloh: Ey Iso ibn Maryam, odamlarga sen Allohni qo'yib, meni va onamni ikki iloh qilib olingiz deb aytdingmi deganida, Iso dedi: Sen barcha nuqsonlardan pokdirsan. Haqqim yo'q narsani aytish menga joiz emas. Agar uni aytgan bo'lsam, sen uni bilgan bo'larding. Sen dilimdagini bilursan, men dilingdagini bilmasman. Albatta sen o'zing g'oyib narsalarning bilimdonidirsan. Men ularga faqat o'zing buyurganlaringni, ya'ni Rabbim va Rabbingiz Allohga ibodat qilingiz deb aytdim. Ular orasida bo'lgan onlarimda ularga guvoh bo'lib turdim. Meni vafot ettirganingda esa sening o'zing ular ustidan kuzatuvchi bo'lding. Sen har narsaga guvohdirsan. Agar ularni azoblasang, albatta ular o'z bandalaringdir. Bordi-yu ularni kechirsang, albatta sen aziz, qudratli va hakim, hikmatlidirsan. Alloh dedi: Bu kun sodiq mo'minlarga sodiqligi foyda beradigan kundir. Ular uchun ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bordir. Ular u yerda abadiy bo'lurlar. Ulardan Alloh rozi va ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu buyuk yutuqdir. Osmonlar va yerning hamda ulardagi borliqning hukmronligi Allohga xosdir. U har narsaga qodirdir.